Eshikni och, Harvis. Senga bor yo'g'i bitta vazifa berilgandi. Kvadratga yaqinlashmasliging kerak edi. Shuni ham eplolmading. Nimalar qilib qo'ydim? Sen bir bo'lak axlat parchasisan, yaramas. Chin ursin. Nimadir qilish kerak. Nimadir o'ylab topish kerak. Och eshikni. Ishlarda sizda qanday muammo? Alo. Haligi bizni ko'chada g'alati bir narsa paydo bo'lib qolgan. To'g'risi, nimaligini umuman tushunmayapmiz. 3 kundan beri shu ahvol. Atrofdagilar ham qo'rqib qolishgan. Iltimos, otryad jo'nating. Bilaman, hozir nimaligini tushuntirib bera olmayman, lekin o'zlari kelishsa hammasini tushunib olishadi. Iltimos, to'liqroq ma'lumot bersangiz. Bilmadim, qanaqadir ideal shakldagi qora kvadrat va 5-6 sm havoda turibdi, muallaq. Kechirasiz, lekin bu qanaqadir hazildek tuyulyapti. Bilaman, bu juda g'alati eshitiladi, lekin nima qilishni bilmayapmiz. Ko'changiz nomi? Washington ko'chasi. Sizni tushundim, lekin bilasizmi, siz aytayotgan gaplar nimagadir yosh bolalarning ertagidek tuyulyapti. Ha. Hech bo'lmasa shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan qanaqadir tashkilotni raqami bo'lsa bering, iltimos. Bu narsani o'rganish kerak. Xo'sh, keling, avval o'zingizni bosib olasiz. Keyin qanaqadir qora qutini o'rganish uchun butun boshli otryadni jo'natish bu juda g'alati. Agar yolg'on chaqiruv bo'lsa, keyinchalik sizni jinoiy javobgarlik. Jin ursin, shunchaki menga kerakli raqamni ber. Iltimos. Xo'p, qo'ng'iroq qabul qilindi. Washington ko'chasi. Chaqiruv sababi osmonda muallaq turgan qora quti. Shunaqami? Shunaqa. Otryad yuboriladi. Siz aytgan narsa o'rganiladi va sizni ham tekshirishadi. Qora kvadrat. Hikoya muallifi Matt Daymerskiy. U shunchaki paydo bo'ldi. Taxminan 6 hafta oldin, salqin tongda. Men uydan chiqdim, boshimni mashina tomonga burdim va uni ko'rdim. Ko'chaning o'rtasida qora kvadrat. Avvaliga bu g'alati quti yoki shunga o'xshash narsa deb o'yladim. Bunga ahamiyat bermay tushlik uchun yo'lga chiqdim. Lekin qaytib kelganimda u hanuz o'sha yerda edi. Faqat endi odatda uyimning chap tomonidagi maysazorda birgalashib o'ynaydigan bolalar o'ng tomonga ko'chib o'tishgandi. Ular qora kvadrat atrofida turib, kulishar va unga tayoqlari bilan tegishardi. Bu manzarada nimadir noto'g'ri edi. Mashinadan tushib to'xtadim va kuzata boshladim. Meni aynan nima bezovta qilayotgandi? Keyin tushundim. Ular unga shunchaki tegishmayotgandi, balki uning ichiga tayoqlarini sanchayotgandilar. Orqamdagi ayvonda mahalliy o'smir o'tirgandi. Shuning uchun bolalarga kimdir qarab turganini bilardim. Agar bu qandaydir hazil bo'lsa, baribir bu haqda xabar topardim. Men uyga qaytdim va ertalab boshlagan hikoyamni yozishni davom ettirdim. Taxminan kechki 8larda kimdir uyimiz eshigini kuch bilan taqillata boshladi. Ikki qo'shni xonadoshlarim ochiq eshik bilan o'tirgandi. Biz ayni paytda birga onlayn o'yin o'ynayotgandik. Biz javob bermaslikka qaror qildik va pastki qavatda yashaydigan yigitning o'zi ochadi deb umid qildik. Lekin u yo eshitmadi yoki ochishni xohlamadi. Shuning uchun biz qariyb 15 daqiqa davomida taqillagan ovozni eshitib o'tirdik. Oxiri yigitlardan biri so'kinib o'yindan chiqdi va pastga tushdi. Men uning qichqirganini eshitdim. Nima kerak senga? Biz seni joyingga mashina qo'yganimiz yo'q va qo'ymaymiz ham. Yomon ohangda chiqdi. Kompyuter oldidan turib koridor bo'ylab yurdim. Yigitlar menga Bill haqidagi gaplarni aytib berishgandi. U qanday qilib uning oldidagi trotuar qismi uning furgoni uchun tegishli ekanini ta'kidlab yurardi. U aybdorni topmaguncha kecha-yu kunduz istalgan eshikni taqillatishi mumkin edi. Lekin bu safar Bill mashina egasini emas, balki qora kvadrat bilan bog'liq hazilni kim uyushtirganini izlayotgandi. Uzoq bahsdan keyin u baribir keyingi uy tomonga ketdi. Lekin men o'yinga qaytgim kelmadi. Kechki havo iliq, to'q sariq rangga kirib borayotgandi va men sayr qilish uchun tashqariga chiqdim. Kvadrat g'alati ko'rinardi. Go'yo u har doim menga qarab burilayotgandek. Men bir necha marta keskin boshimni chayqadim. Va
Qaysi burchakdan qarasam ham u mukammal kvadrat bo'lib qolaverardi. Ochiq garajda Anton o'tirardi. Qo'shni uyda yashayotgan yigit. U qandaydir erkakka paket uzatdi, evaziga pul oldi. Yo'talib qo'ydi va stul suyanchig'iga suyandi. Hech qanday g'alati holat yo'q. Men uning hovliga kiradigan yo'lagi oldida to'xtadim. U to'g'ridan to'g'ri qora kvadratga va uning ortidagi Billning uyiga olib borardi. "Salom. Bu qanaqa hazil?" deb so'radi. "Bilmadim, do'stim", deb javob berdi u. "Lekin bundan badanim jimirlab ketadi. U bu yerda kun bo'yi turibdi. Avvaliga kimdir meni kuzatyapti deb o'yladim, lekin hech narsa yuz bermadi." Men juda yaqin borishni xohlamadim. Shuning uchun yerdan tayoq oldim. "Ertalab bolalar u bilan o'ynashayotgandi. Nimadir bo'ldimi?" "Yo'q." Shunga qaramay nimadir noto'g'ri edi. Kvadrat go'yo buzilib, qiyshayib ko'rinardi. Men yaqinlashgan sayin u masofaga mos kelmaydigan darajada tez kattalashayotgandek tuyulardi. Uzoqdan bu ta'sir deyarli sezilmasdi, lekin yaqinida bu juda qo'rqinchli hissiyot uyg'otardi. Go'yo qora kvadrat ustimga engashib, meni yutib yuborishga tayyor turgandek, hozir sakrab oldinga tashlanadigandek tuyulardi. Bu aniq hazil emasdi. Tomonlari mukammal teng, barcha yorug'likni yutib yuboradi va hech narsani aks ettirmaydi. Men bir marta One Black materialni, o'ta qora nano qoplamani ko'rganman. Hissiyot ham shunga o'xshash edi. Go'yo mutlaq bo'shliqqa qarayotgandek. Lekin bitta nozik farq bor. Tayoq hech qanday qarshilikka uchramadi. Men bir qadam oldinga yurdim. Tayoq hanuz qarshilikka duch kelmasdi. U chegarani kesib o'tdimi yoki yo'q, aniqlash imkonsiz edi. Kvadrat har doim menga qarab turardi. Yon tomondan qaray olmasdim. Bundan tashqari u juda tez kattalashardi. Shuning uchun qayerdan boshlanib, qayerda tugashini aniqlash mumkin emasdi. Hech qanday soya, hech qanday belgi yo'q. Go'yo men telekanal studiyasida turib, qo'limni kompyuter foniga cho'zayotgandek edim. Yorug'lik tayoqni yoritadi, lekin unga botayotgan narsa mavjud emasdi. Men tayoqni bir tomondan ikkinchi tomonga silkitdim. Hech narsa yuz bermasdi. Tayoq u yoki bu tomonga erkin harakatlanar, qora bo'shliqdan yashirmaysazor ustiga va orqaga. Shunda tushundim. Bizda jiddiy muammo bor. "Ey Anton, nima?" U erkin turishga harakat qilardi, lekin uning yuz ifodasidan tushundim. Tashqaridan qaraganda men g'alati ko'rinardim. Toza bo'shliq qarshisida turibman axir. "Haligi" deb so'zlarni izlay boshladim. "Bu narsaga hech kim yaqinlashtirmaslik kerak." U bosh irg'idi va asabiy tabassum qildi. Bizni bu uylarda yashovchilar bilan hech qanday aloqamiz yo'q edi. Shuning uchun axborotni bir-birimizga yetkazishdan boshqa iloj yo'q. Bill hali ham uylarda aylanib yurardi va bu narsa bizga bexosdan yordam berdi. Odamlar chiqib kvadratni kuzatishardi. Qo'shni hovlidan Idil paydo bo'ldi. Uzoqdan qaradi, titrab ketdi va ro'molni tartibga soldi. U yaqinlashganda men odat bo'yicha ko'ylagimni tartibga soldim. "Bu kvadrat nima o'zi?" deb so'radi u. Biz faqat bosh irg'adik. "Politsiyani chaqirdingizmi?" deb menga qaradi. Anton stulga suyanib menga tik qaradi. "Bu yaxshi g'oya deb o'ylamayman", dedim men. U qoshlarini chimirdi. "Nega yo'q?" Anton yengil kuldi. "Politsiya bu yerga kelmaydi. Qanaqasiga bu hududga kelishmaydi. Keladi, lekin ishon, sen ularni chaqirishni xohlamaysan. Ular yordam berish uchun kelishmaydi." "Tushundim", dedi u va orqaga qaramay uyga ketdi. Bill butun kvartalni aylanib chiqqach, ko'plab odamlar ko'chaga chiqdi. Biz faqat bir-birimizga qarardik, hayratda va ishonchsiz. Menga bu kvadrat yoqmasdi, lekin hech narsa qila olmayman. Kimdir uni suratga olayotgandi. Men uyga telefonimni zaryadlash uchun bordim. Men ham bir ikkita suratga olishni xohladim. Tunda biz barcha eshik va derazalarni qulfladik. Kvadrat derazalardan ko'rinmasdi, lekin u yonimizda ekanini bilishdan tanamizda jimirlash hissi paydo bo'lardi. Qo'shnilar uxlaganida men past tovush bilan podvaldan eski narsalar solingan qutilarni olib chiqdim va ehtiyot uchun deraza yoniga to'pladim. Ertalab hech kim bir so'z ham aytmadi. Keraksiz deb hisoblashsa-da, lekin olib ham tashlashmadi. Uyg'ongach men tashqariga tekshirishga chiqdim. Anomaliya o'z joyida, shuning uchun men uni suratga oldim. Hayratlanarli hodisalar haqidagi filmlar hammaga ma'lum, lekin ularning biri uning oldida paydo bo'lganda hammasi boshqacha bo'ladi. Qiziquvchanlik va qo'rquv yomon ittifoqdoshlar. Yaqinlashib bo'lmaydi, nima bo'lishi noma'lum.
Ichkarisiga kirish esa yanada xavfli. U shunchaki turardi. Biz bu haqda o'ylamaslikka harakat qilardik. Lekin vaziyatning boshqa tomoni ham bor. Noma'lumlikdan keladigan qo'rquv va uning odamlarga ta'siri. Har tong uning oldidan o'tganimda miyamda har xil fikrlar paydo bo'ladi. U meni kuzatyaptimikan? Yoki yanada yomoni, bu noma'lum koinotdan kelgan portal bo'lsa-chi, undan nimadir chiqa oladimi? Hatto agar bu shunchaki yovvoyi hayvon bo'lsa, masalan bo'ri yoki ayiq kabi, biz allaqachon qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilgan bo'lardik. Bu yerda har nima paydo bo'lish xavfi bor albatta. Bir hafta o'tib Idil yana bu haqda kimgadir aytmoqchimanmi yoki yo'qligini so'radi. Bu safar men rozi bo'ldim, lekin kimga? Men 2 mahalliy telekanallarning telefon raqamlarini topdim. Suratlarni jo'natdim. Ular kulishdi va suratga Photoshop qilinganini aytishdi. Men bu narsa haqiqat ekanini isbotlashga urindim. Lekin ular barcha izohlarimga javoban nimadir yanada qo'rqinchliroq narsa paydo bo'lsa, qayta qo'ng'iroq qilishimni aytishdi. Armiya aniq yechimdek tuyulardi, lekin qanday qilib armiyaga qo'ng'iroq qilish mumkin? Menda hattoki armiya deb nomlangan raqam ham yo'q. Butun bir hafta davomida men turli bazalar va idoralarga qo'ng'iroq qilib bir xil gapni takrorlardim. Bizni ko'chada g'alati anomaliya paydo bo'lgan. Kimdir kelib tekshirib ko'rish kerak. Ko'pchilik menejerlar darhol telefonni qo'yishardi. Lekin biri kulib javob berdi. Maxfiy materiallar ko'rsatuvini bugun qayta ko'rib chiqdingizmi? Eshiting, men jiddiy gapiryapman. Shunaqa holatlar bilan shug'ullanuvchi bo'lim bormi? Hozir 51-zonani o'ylayman, do'stim, deb kulib qo'ydi. Xo'p, hech bo'lmasa kimdir. G'alati qo'ng'iroqlarni eshitadigan kimdir bo'lish kerak-ku. Yaxshi, mana senga raqam. Nihoyat men kerakli raqamni oldim. Va ertasiga ertalab ko'chada harbiy jip paydo bo'ldi. Mendan sal kattaroq bir erkak keldi. U kvadratga ochiq-oydin dahshat bilan tikilib turardi. Men yaqinlashganimda u o'girildi. Ha, ishlar chatoq. Ha, dedim men. Bu shunaqa holatda deyarli bir haftadan beri turibdi. U jip tomonga bordi. Kamera va shtativni olib kvadrat qarshisiga o'rnatdi. Siz yordam chaqirasiz, to'g'rimi? deb so'radim. U kamerani yo'q qilgan holatda qoldirib, menga bir qarab qo'ydi-da, jipga o'tirib qaytib ketdi. Hech bo'lmaganda nimadir. Endi kimdir bundan xabardor deb o'zimga taskin berdim. Bir necha kundan keyin qo'shnilardan biri derazalarni taxtalar bilan mixlab yopdi. Uning ortidan boshqalar ham shunday qila boshlashdi. Hech kim u qandaydir qo'rqinchli narsani ko'rdimi yoki yo'q so'rashmadi ham. Shunchaki boshqalar qilganini takrorlashdi. Biz ham xo'jalik do'koniga borib taxta va mixlar sotib oldik. Birinchi bolg'a zarbasidayoq devorni shikastlab qo'yganimda, depozitni baribir saqlab qola olmasligimni tushundim. Shuning uchun deraza oynasi bilan taxtalar orasida pardalarni qoldirdik. U egasi tashqaridan hech narsani sezmasligi uchun. Ko'p oylardan beri birinchi marta o'sha oqshom biz ichdik. Qo'shnilar ham shunday qilishdi va asta-sekin bu go'yo ko'cha bayramiga o'xshab qoldi. G'alati tuyg'u, gapirib bo'lmaydigan tahdid oldida birlashish hissi. Kvadratni ovoz chiqarib tilga olish esa odobsizlik hisoblanardi. Kechga yaqin kimdir hovlida gulxan yoqdi. Meni titroq bosdi. Axir bu narsa istalgan payt bizni o'ldirishi mumkin edi. Biz esa go'yo u yo'qdek yashayotgandik. Barcha inkor qilish qo'rquv ustiga qurilgandi. Odamlar avval kvadrat zararsiz deya boshlashdi. Keyin esa u umuman hech qachon bo'lmaganini aytishga o'tdilar. Asabim buzilib barga ketdim. U yerda tasodifan o'sha harbiyni ko'rib qoldim. U ancha ichib olgandi. Meni ko'rib tirjayib qo'ydi. Bu sani hali ham shahardaligingni ko'rib xursand bo'ldim, dedim men. Siznikilar kvadrat bilan nimadir qilishni rejalashtirishyaptimi? U loqayd xiralashgan ko'zlari bilan menga qarab gavdasini rostladi. Siznikilar? Ya'ni sani jamoang. Jamoa? U xirillab kuldi. Unda faqat men borman. Rahbariyatchi? U stopkani ag'darib yubordi. Rahbariyat yo'q. Mani bo'limimni optimallashtirishdi. Oxirida faqat men qoldim. 7 oydan beri na xat, na qo'ng'iroq. Maosh tushib turibdi xolos. O'ylaymanki, ular meni shunchaki unutib yuborishdi. Bu unchalik ham umid baxsh etmaydigan gapdek eshitildi. Unda biz nima qilishimiz kerak? U baland ovozda kulib yubordi.
Birodar, faqatgina Ogayoda shunaqa 7 ta anomaliya bor. Men bo'lsa yolg'izman. Xursand bo'l, sani kvadratning hech bo'lmaganda odamlarni aqldan ozdirmayapti va mushaklarni kislorodga aylantirib yormayapti. Nima? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? U bar ortidagi oynaga qarab jag'ini qisdi. Keyin yelkamga yengil urib qo'ydi. Hazillashdim, dedi-da hisobni to'lab chiqib ketdi. To'xta, deb qichqirdim. kvadrat bilan nima qilmoqchisan? Kvadrat bilanmi? U orqasiga qaradi. Endi bu seni muammoing, birodar. Va tun ichiga singib ketdi. 3 haftadan keyin hammasi o'zgardi. Ko'pchilik qo'shnilar kvadrat xavfsiz deb qaror qilishdi. Men shunchaki unga qarab qo'ysam, kimdir albatta ogohlantirardi. O'lchagich bilan o'lchashga harakat qilganimda darhol orqamdan vaqtni bekorga sarflama degan ovoz eshitilardi. 4-haftaga kelib tahdidlar ochiqchasiga bo'la boshladi. Men uyga qaytayotgan payt Bill meni yo'lakda kutib oldi. "Suvni bulg'ashni to'xtat", dedi u. "Nima? Men shunchaki bu anomaliya xavfsizligiga ishonmayman. Kvadrat hech kimga zarar bermaydi, lekin sen berasan. Odamlar tinch uxlamoqchi. Agar hammasi joyida bo'lsa, nega sana derazalaring tambalangan?" U qo'llarini musht qildi. "Har doim shunday bo'lgan." "Qanaqasiga har doim? Faqat bir oy oldin..." Darhol oshqozonimga zarba oldim. Men orqaga chekindim. Munozara tugadi. Hammasi tushunarli edi. 2 kundan keyin ko'chada qichqiriqlar eshitildi. Biz beysbol tayoqlari bilan yugurdik, lekin kech edi. Eytonning uyida deraza sindirilgan. Ichki tarafdagi taxtalar tirnalgan. Hamma joyda ko'k rangli shilimshiq dog'lar bor edi. Endi hech kim inkor qila olmaydi. Ko'ryapsizmi? deb qichqirdim men. Men aytgandim, bu xavfli. Lekin Aytan bosh irg'adi. Albatta shunaqa deysan, chunki buni hammasini sen uyushtirgansan. Nima? Bill bir qadam oldinga chiqdi. Shunaqaga o'xshaydi. Bu ishni nima ta'sirda qilding? Va hamma joyga surtganing qanaqa zaharli suyuqlik? Nima? Bolalarni zaharlamoqchimisan? Sizlar butkul aqldan ozgansizlar, deb baqirdim orqaga chekinib. Idil uydan chiqdi va Somali tilida nimadir so'radi. Shundan keyin odamlar jim bo'lib qolishdi. Anton garajda o'tirib yonidan o'tayotganimda past ovozda dedi: "O'zingni barbod qilyapsan, yigitcha." Nima bilan? Rost gapirayotganim bilanmi? Gapirayotganing bilan. Odamlar mana shu kvadratdan ham qo'rqinchliroq. Tushundingmi? Menga 2 marta tushuntirishning hojati yo'q edi. Tunda vaqti bilan yana shovqin eshitilardi. Bill avtomatini yelkasiga osib yurishni boshladi va buni muqaddas huquq deb atardi. Ayton ham shunday qildi. Biz xuddi porox bochkasining ustida yashayotgandek edik. 5-haftada soat 4larda eshikni taqillagan tovush eshitildi. Avvaliga yana Bill deb o'yladim. Kimdir 20 daqiqa davomida eshikni urib, baqirib chaqirdi. Keyin qo'shnim o'z xonasidan baqirdi. "Yo'qol Bill. Biz seni joyingda emasmiz." Taqillatish to'xtadi. "Birinchi marta shunchaki qaytib ketdi", deb baqirdi boshqasi. Men sapchib o'rnimdan turdim. O'sha lahzada hammasini his qildim. Nimadir sodir bo'lgandi. Balki kimdir halok bo'lgandir. Men bitani va krasovkalarni oldim. "To'pponchani ol", deb pichirladim. "Nima? Tezroq. Ular kelishyapti." Shu payt shisha singanning tovushi eshitildi. Taxtalar devordan sug'urib olinayotgandi. Bir xonadoshim vahimaga tushib tumbuchkani titkilay boshladi. "Bu biz uchun emas. Ular sen uchun kelishdi", deb pichirladi boshqa xonadoshim va xonasining eshigini qarsillatib yopdi. Hammasi juda tez sodir bo'ldi. Agar derazalar taxtalar bilan mixlanmaganida qochib ketgan bo'lardim. Lekin chiqish yo'li yo'q edi. Men g'irchillagan pol ustida imkon qadar sekin va jim yurardim. Va burchakdan bir figura ko'ringan zahoti bor kuchim bilan urdim. Beysbol bitta Billning boshiga urilganda sinib ketdi. U qulab tushdi. Uning avtomatini tortib oldim, qichqirdim va uni itarib yubordim. Ammo uning ortida yana 7 ta odam turardi. Aytan meni ushlab olib tashqariga olib chiqdi. "Bu ablah Billga hujum qildi. Hammasini uyushtirgan ham shu. Sizlar qurollarni buyumga bostirib kirdingiz", deb baqirdim men. Ular meni ko'cha bo'ylab sudrab ketishardi.
20 nafar qo'shni maysazorlar ustidan tomosha qilib turardi. U yolg'on gapiryapti. deb baqirdi Eytan. Fake news. Nima deyapsizlar o'zi? Sizlar tunda qurollangan to'da bo'lib keldingiz-ku. Yolg'on. Idil yugurib chiqdi va Eytanni bor kuchi bilan tepdi. Men bularni yana ko'rish uchun o'z mamlakatimni tark etmaganman. Uni tortib olib ketishdi. Meni esa kvadrat tomonga sudrab borishdi. Nega bunday qilyapsizlar? deb so'radim men. O'zing bilasan iflos. deb g'azab bilan irilladi Eytan. Bu qizim uchun. Men uning derazalaridagi sindirilgan taxtalarni, qizil dog'lar bilan aralashgan moviy izlarni ko'rdim. Demak, meni shu yerga tashlab o'ldirmoqchimisan? deb baqirdim men. Agar bu xavfli bo'lmasa, unda nega bunday qilyapsizlar? Ovozingni o'chir. deb qichqirdi qo'shni ayol. Undan qutulsak hammasi tugaydi. Ular aqldan ozgandek edi. Qo'rquv g'azabga, g'azab zo'ravonlikka aylangandi. Men esa ular uchun qulay nishonga aylangandim. Qurolni boshimga tirab meni oldinga itarishdi. Qora kvadrat ko'z oldimda o'sib, dunyoning yarmini egalladi. Men o'tish, chegara yoki qirrani kutdim, lekin hech narsani sezmadim. Faqat g'alati bir fazoviy asimetriya bor edi. Shunda tushundim, agar o'tish bor bo'lsa, u faqat pastga. Men tizzamni yerga qo'ydim va qirrasini tekshirish uchun oldinga sudraldim. Meni ostimda nur porlab turardi. Ko'cha chiroqlarini aks etayotgan emas, balki kvadrat ichidan chiqayotgandi. Bu biz biladigan rang emas, umuman inson olamiga tegishli rang ham emas. Bu og'riq rangi. Aynan og'riqning mohiyati. Men kuldim, lekin tabassumsiz. Turib orqaga chekindim. Yaqinlashma, deb baqirdi Eytan avtomatini qarshi qo'yib. Men boshimni silkidim. Sen insonsan, Eytan. Sen yaxshilik qilishga, rahm shafqat ko'rsatishga qodirsan. Sen u yerdagidek emassan. O'zing qaragin, tushunasan. Nimani ko'rding? U yerda nima bor? deb titrab so'radi u. Men oldinga yurdim va peshonamni uning quroliga qo'ydim. Qani, tepkini bos. U duloni orqaga tortdi. Sen aqldan ozgansan. Men uni yonidan o'tib uyga qaytdim. Bir xonadoshim eshikdan bosh chiqardi-da, pichirladi. Kechir. 6 kun davomida oq devorlarga tikilib o'tirib qoldim. Bo'shliq dori bo'lib qoldi. Tirik qolish uchun miya hissiyotlarini yo'q qildi. Endi men hech narsani his qilmayman va bu men kvadrat chetida ko'rgan narsadan ko'ra yaxshiroq. Bill shifoxonadan qaytdi va uzr so'radi. Erkaklar maydon atrofida navbatchilik qilishdi. Hatto g'ishdan devor ham qurishdi. Endi na politsiya, na armiya, na hukumat bo'ladi. Biz yolg'izmiz. Idil qayg'uli ohangda dedi. Meni mamlakatimda ham shunday bo'lgan. Biz hammamiz insonmiz, deb javob berdim. Ba'zida yaxshiroq bo'lamiz, ba'zan esa yo'q. U javob berishga ulgurmay Bill kelib qoldi. Bo'lgan voqea uchun uzr. Muhim emas, dedim men kvadrat atrofidagi devorga qarab. Muhim. Biz seni o'ldirib yuborishimiz mumkin edi. U yerda nimani ko'rding? Seningcha endi bizning tumanimiz halokatga mahkummi? Endi men istehzoli kuldim. Bu har doim shu yerda edi, Bill. Faqat 6 hafta oldin biz uni payqadik. Endi biz gaplashmaymiz. Tuman jim bo'lib qoldi. Biz shunchaki kutyapmiz. Qora bo'shliq oramizda va bir kun kelib u tashqariga toshib chiqadi. Ba'zan biz yaxshiroq bo'lamiz, ba'zan esa yo'q.